Bugun bayram asarini musiqasini muallifi kim ekan? Farruh Zokirov musiqasi. Xo'p, shu bugun bayram asarini tayyorgarlik ko'rib keldingizmi? Yaxshi. Hozir paydo bo'lyapti-da, tomog'ingiz bo'g'ilib turibdi. Yoqda suvda sovuq suvda ichgansizmi deyman, ha? E'tiborli bo'ling. San'atkor odamsiz. San'at ahlidagi inson ovozini, tomog'ini asrashi kerak. Tushunarlimi? Bundan buyog'i abdosh suv ichishingiz kerak. Ovozimizni, tomog'imizni asrashimiz kerak. Xo'p, hozirgi ijro qilgan qo'shig'ingizga sizga 4 baho qo'ya oldik. Bugungi yangi asarimiz Tulpor qo'shig'i. Tulpor qo'shig'i musiqasini Mirxalil Mahmudov bastakor musiqasini yozgan. Mana shu biz bolaligimizdan bu qo'shiqni eshitib katta bo'lganmiz. Mana shu hozir sizlar bu qo'shiqni ijro qilishga musharraf bo'lyapsiz. Tulpor qo'shig'idan boshidan sizga aytib beraman, o'rganib olasiz. Tulpor belida yegan shamol nodon yegan yuragim tulpor bo'lsa bulut boshimga tegar. Bolalar filmda ko'rgandim. Men havas qilardim, zo'r qo'shiq. Rahmat ustoz. Yangi asarimiz Tulpor qo'shig'i sizga yoqqandan xursandman. Xudo xolasa uyga ham shu qo'shiqni juda chiroyli tayyorlab kelasiz degan umiddaman.